Alloh taolo aytadi: qiyomat kuni, oxirat kunida biz sizlarga bergan hamma ne'matlarimiz to'g'risida so'raymiz. Ne'matlarni qadriga yetdingizmi? Tan joningiz sog' yetdimucha but bo'lib dunyoda yashadingiz. Aql, zakovat. Erdan so'raydi: kuch-quvvat berdim, erkak qilib yaratdim. Jufti halol berdim, shirin shakar farzandlarni berdim. Shularni qadriga yetdingmi? Risoladek hayot kechirdingmi? Ayoldan so'raydi: nozik latofatlik, go'zal jins ayol ona zoti qilib yaratdi. Solih bir insonni jufti halol qildim. Shuni qadriga yetdingmi? Bolalaringga yaxshi tarbiyat beroldingmi? Azizlar, dunyoda hammamiz mo'min, musulmonmiz deymiz. Musulmonchilikni, qonun qoidalarini hayot turmushida aslini bilamizmi? Er qanday haqlari bor gardanida oilasiga, ayoliga nisbatan biladimi? Ayol eriga nisbatan qanday haqlari bor biladimi? Sizlarga muborak hadislardan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sizni bizga tayinlagan so'zlaridan gapirib o'tgan bo'lamiz. Muoviya Haydata o'g'lidan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq-huquqlari bor ya Rasululloh? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: birinchisi iqtisod, yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing. Ikkinchisi kiyintirishing, kiyimlardan xabar olishing.